ishdan charchab keldim deb burchakka o'tirib telefon chuqurlaydigan onalar bisyor ko'p bo'lib ketdi hozir. Juda. Uyga kelsang bolasiga qara. Bola bir xonada telefon chuqurlaydi, ona bir xonada, ota bir xonada. Bu kam sonli oila emas, aksariyat oilalar shunaqa bo'lib qoldi. Keyin ayyuhannos soladiki, qarigan chog'imda bolam menga qaramayapti deydi. Sen nima qildingki senga qaraydi endi? Sen nima mehr berding? Loqal onalar sut bermayapti bolasiga. Vaholanki u sut bilan qancha birinchi ma'naviyat sut bilan kiradi o'zi. Alla bilan kiradi uni o'qiganmiz-ku. Ana qomatim buziladi deb sut bermayapti. Ana kasha deydi, ximikat kuni hammasi. Hay sog'ligi bo'lmaganlar tushunsa bo'ladi. Nimaga bunga qaralmayapti? Nimaga qaynona aralasha olmaydi? Hozirgi kelinlarim juda sivilni, juda ham zamonaviy. Darrov onasiga telefon qiladi, aralash deydi. Uyalmay otasi kelib aralashadi. Oilada mana shunaqa narsalar bo'lgan hisobiga bu farzand tarbiyasiga ta'sir qilyapti. Shuning uchun onalar qanday o'ziga xos lavozimda ishlashdan qat'iy nazar birinchi vazifasi oila, farzand, o'sha yerdagi ularning bilimi, sporti, hammasini qilib berish kerak-da.